Damas maqsa bo'ladi aka. Issiqda. Ha, nimaga? Kuydingmi? Ha, bu issiqda yurmoqda Damasda. Terlar gitmayapti, qarang. Sotib yo mototsipat zolaymi? Ha, legendarni Damasda yurganda Matizda yura olmadi ukam. Damasda yuradi. Sen uchun hechimiz zo'rini topib qo'yganman. 1 minut. Qanaqa hecham aka tushunibman akamiz lekin. Manada hechimiz zo'r ukam. Samon tomosha qil. 12 voltli konditsioner. Damas, Jiguli mashinalariga bomba qoladi. Bu narsani qo'ysan, kayf qilib yurasan. Matizam qiziq Qani bo'lsa. ekan, ko'ray qani bitta o'zim. Bu narsa konditsioner Damasga qo'yish uchun salon ichida qo'yiladi bu. Ventilyatsiyasi juda ham mochni, kuchli, pult bilan regulировка qilinadi. Va buni dvigateli bor, hozir ichkarida chiqara olmadim. Buni sen uchun alohida ko'rsatib beraman. Mana bu narsa salon ichida qo'yilsan. Tepa patologiya, ya'ni oddiy qilib Damasni ichidan kelsang, shunday olasanda mashiga yopishtirsan aka. Ko'rdingmi? Mashiga yopishtirgandan keyin deflektorlar bilan salonni polni muzlatib beradi. Sifat bo'yicha gap bo'lishi mumkin emas. Xitoyning eng oldi firmalaridan biriniki. Aka sud ezligitni shu bilan qutlamanmi? Ukam, yig'lama, shu bilan qutlasan.